Aholimiz tomonidan Bosh prokurorning Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizga joriy yilning 18-fevral kuni prezidentimiz tomonidan imzolangan banklardagi omonatlarni himoya qilish kafolatlari to'g'risidagi qonunda ko'zda tutilgan asosiy o'zgarishlar yuzasidan ma'lumot berib o'tamiz. So'nggi yillarda mamlakatimizda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, bank tizimida biznesni yuritish uchun raqobat muhitini, shuningdek xalqaro standartlarga mos keluvchi huquqiy asosni yaratish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan 2019-yilda O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risidagi hamda banklar va bank faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlarining yangi tahririda qabul qilinishi respublika bank tizimini isloh qilishning yangi bosqichi boshlanishi uchun mustahkam poydevor yaratdi. Bunda banklar faoliyatini nazorat qilishning amaldagi tartibi, xususan mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayoni bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish tizimidan xatarlarni boshqarishga asoslangan, ya'ni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tavakkalchiliklarni nazorat qilish tizimiga o'tildi. Respublika bank moliya tizimining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashda keyingi muhim bosqich omonatlarni kafolatlash tizimini isloh qilish hamda to'lovga qobiliyatsiz banklarni sanatsiya qilish tizimini yaratish bilan bog'liq bo'ldi. Shundan kelib chiqib, Markaziy bank tomonidan Jahon banki ekspertlari bilan birgalikda xalqaro standartlar asosida banklardagi omonatlarni himoya qilish kafolatlari to'g'risidagi qonun ishlab chiqildi. Ushbu qonun bilan kafolatlangan omonat miqdori bitta bankda bir omonatchiga 200 million so'm etib belgilandi. Shu bilan birga endilikda aholining omonatlar bilan birga yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslarning ham omonatlari kafolatlanadigan bo'ldi. Shu o'rinda aytish lozimki, kafolatlangan omonat miqdori 200 million so'mni tashkil etishi bankda undan ko'proq pul qo'yish mumkin emasligini anglatmaydi. Omonatni bu miqdorda kafolatlash bank tugatilgan taqdirdagina qo'llaniladi. Aks holda banklar omonatlar bo'yicha o'z majburiyatlarini shartnoma asosida bajaraveradi. Shuningdek, mazkur qonun talablari u kuchga kirgunga qadar aholining bankka qo'yilgan muddatli va jamg'arma omonatlariga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Ya'ni ular shartnoma muddati tugagunga qadar to'liq kafolatlangan bo'ladi. Bugungi kunda faoliyat ko'rsatayotgan fuqarolarning banklardagi omonatlarini kafolatlash fondi negizida omonatlarni kafolatlash agentligi tashkil etildi. Uning asosiy vazifalaridan biri bo'lib, bank tugatilgan taqdirda kafolatlangan omonat egalariga kompensatsiyalar to'lab berish hisoblanadi. Bunda bank tugatilayotganda kafolatlangan omonatlar bo'yicha kompensatsiyalarni to'lash muddati 20 ish kunidan bosqichma-bosqich 7 ish kunigacha qisqartiriladi. Avval ushbu muddat 83 kunni tashkil etgan. Shu bilan birga qonunda kompensatsiyalarni to'lab berish manbasi hisoblanadigan banklar tomonidan omonatlarni kafolatlash jamg'armasiga to'lanadigan badal turlari, mazkur jamg'armaning maqsadli miqdori, jamg'arma mablag'lari taqchilligi yuzaga kelganda uni bartaraf etish manbalari aniqlashtirilgan. Bundan tashqari omonatlarni kafolatlash jamg'armasi mablag'lari yetarli darajada bo'lishini ta'minlash maqsadida ularni yuqori likvidli 7 ish kuni ichida pul mablag'lariga aylantirilishi mumkin bo'lgan tavakkalchilik darajasi past aktivlarga investitsiya qilinishi mumkinligi belgilangan. Umuman olganda pullarni bankda saqlash ularni uyda saqlashdan ancha xavfsiz va manfaatlidir. Zero mamlakatimiz bank tizimi barqaror rivojlanmoqda, kapital va likvidlilik holati xalqaro talablarda belgilangandan ko'ra yuqori ko'rsatkichlarni tashkil etmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Aholimiz tomonidan